Hamburg shahrida ko'pincha e'tifollar yo'lga qo'ydik. Vatandoshlarimiz Yevropa satidan keldilar, bu yerda ishtirok etdilar va bugungi e'tifolimiz ham yo programmamiz Xayr Muhammad Chovush janoblari Turkiston birligi anjumani tomonidan keldilar. Amerikadan tashrif keltirib bu yerda vatandoshlarimizni ko'ngilini shod etdilar. Va yigitlarniki xeyli zamonlardan bular bir xursandlikka ehtiyoji bor edi. Buni Chovush Shoyib va o'z timlari, qanatlari So'robjon Elyor va shunaqa Aurangzeb va boshqa Hamburgdagi Sibg'atulloh Inon janoblari turli qo'shiqlar bilan bizlarni yuraklarimizni shod ayladilar. Bizlar juda xursandmiz va anjuman tarafidan yana shunday programmalar olinishini istaymiz va do'stlardan Yevropa satida yo Olmon satidagi vatandoshlarimizdan ham istaymiz bizlarni har programmamizga qatnashsinlar. Rahmat Shafiqjon, nima fikr qilasiz? Sizni o'ylashingizcha, oyo shunday barnomalar, shunday tantanali mahfillar agar olsak, bizlarni o'sha bo'lishimiz, vatandorlarimizda bo'lishlari siznicha qancha foydali? Marhamat, savolingizdan xuddi shundayki odam is qiladi o'z vataniga kelibdi. Bizlar bundan oldin Turkiston birligi anjumani yangi yilni va qolaversa Hayit bayramini bizlar taklif qildik. Bu yerda mana o'zingiz ko'rasiz bizlarni shonamizdagi to'nlarimizki do'stlar hamchinon ko'radilar. Bular ota-bobolarimizdan bizlarga qolgan merosdir. Bularni har vaqtdagi shonamizga olamiz, g'ururlanamizki, ot minganday xursand es qilamiz va vatandoshlarki bu yerga keladilar, juda xursand bo'lamizki, bizlar bu yerda xeyli millatimiz bor. O'zbek bor, turkman bor, har qavmi turkdan bor bu yerda ishtirok etadilar. Albatta bu anjumanlar sabab bo'ladiki, vatandoshlar birga bo'lsa. Bu birligimiz o'zingiz bilasizki, bir bo'lsak, bitamiz, bir bo'lmasak itamiz. Shu uchun bizlar ayniqsa faqatgina muzik festival. Bizlar o'shanday aytib o'tdim, o'ngimizda Qurbon hayit bayrami bor. Buni tahlil qilishga do'stlar va vatandoshlar bilan birga bo'lishga orzumuz bor va bundan o'tgan programmalarimiz bor. O'zbek tilini milliy kunlari keladi. Inshaalloh ana shundayki opa-singillar bu yerda bor edilar, yigitlar bor edi, yosh ulug'larimiz, bolalar hammalari ishtirok etdilar. Yana xohlaybizki shunga ishtirok etsalar toki birligimizni Yevropa satida va dunyo satida bizlar ko'rsatsakki, bizlar bir boy farhangga va qolaversa har turli farhangda bizlar boymiz. Rahmat, siznicha agar shunday barnomalar bizlar hamisha olib bersak, vatandorlarimiz o'shanday o'zingiz aytasiz, Turkiston birligining yoshlar qo'mitasidansiz va o'zingiz aytasizki, fe'lan fikr qilaman, mehmondorsiz. Shunday bizlar albatta bu dafa bizlar do'stlarni faqatgina bir andoza kamchiliklar bilan mehmonlik qildik uyimizda yo Hamburg shahrida. Qaytadan istaymizki bizlarni har fikrimizga qo'shilsinlar. Bizda Turkiston balalari, biz sarzaminimiz Turkiston bo'lib o'tgan turk millati biz. Inshaalloh birlashsak bitamiz, kelsinlar. Bular bizlarni programmalarimiz ayniqsa hech bir mustaqil bir hizbga yo bir siyosatga daxil emas. Kulturiy ishlaymiz, farhangiy ishlaymiz va muzikal festivalimizni olib buni qibolida yordam berish qo'mitalarimiz hamchinon bu anjumanda borki, albatta bizlar faqat o'zimizni tushunmaymiz. Afg'onistondagi bolalar vaziyatini, xotin-qizlar vaziyatini tushunib, boshqa ishlarni hamchinon, ya'ni bizlar ishlar etmoqchimizki, hanuz toza biz bu anjumanda 1 yil yo 2 yil bo'ladiki bu anjumanda faoliyat etamiz. Aslida 18 yildan beri faoliyat javozimiz bor ekan va sharoitlar qiyinchilik bo'lib korona ondan oldingi problemlar uchun yana oyoq ustida qolish uchun ko'p katta barnomalarimiz bor inshaalloh Afg'oniston uchun. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat sizdan ham va ko'ruvchilardan hammalaridan ijtimoiy tarmoqlar orqali bizlarni eshitadilar. Ko'pdan ko'p rahmat, sog' va omon qolinglar. Vale aziz ko'ruvchilar, boshqa yoshlar ham bor. Ularni ham burga da'vat qilamiz, ular bilan suhbat qilamiz, ko'ramizki ularni o'ylovlari, fikrlari bu barnoma haqida va Turkiston birligi anjumani haqida nimadir. Sog' bo'linglar.